Assalomu alaykum hammaga, sizlar bilan Nasxona Fix. Bugun sizlar bilan Telegram kanalida berilgan yevro-dollar ideyasi bo'yicha idealniy savdo qilingan aynan mana shuni rekapini qilamiz. Bu ideyamiz Telegram kanalida mana bu tarzda berilgan. Va shuni sizlar bilan endi grafikda ko'rib chiqamiz. Aynan yevro-dollarda bu ideya qanday kelganligi va bu ideya bo'yicha qanday savdo qilganligimizni sizlarga ko'rsatib beraman. Bu ideyamiz 8-iyulda berilgan va bir kun deganda take profitimizni olgan. Bu ideyaning shakllanishi aynan birinchi bo'lib bizdagi yo'nalish aniqlash bo'lgan, ya'ni maksimumlar yangilanishi va swing low'lar hosil bo'lishi. Swing low'lar hosil bo'lganda xuddi shu vaziyat bo'yicha ideya berilgan. Hop, bunda biz birinchi bo'lib swing low'da atrofidagi demand zonani aniqlab olamiz. Demand zonamiz aniqlandi va bundagi boradigan masofasi keyingi swing high'ni yangilashgacha bo'ladi. Aynan mana shu demand zonaga narx kelib berganda tasdiq olib savdo qilishimiz kerak. Bu qanday ko'rinishda bo'ladi? Hop, 2 soatlik time frame bo'yicha mana bu yerda MSS bo'lgan va bu bo'yicha savdo qilib olsa bo'ladi. Lekin yaxshiroq ideya bundan kichikroq time frame'da berilgan. Va bu bo'yicha ya'ni 1 soatlik time frame bo'yicha ham o'ta chiroyli tasdiqlarimiz bor. Aynan mana bu momentda savdo qilish uchun. 30 minutlik time frame'ni ko'radigan bo'lsak, bundan ham idealroq versiyamiz bor. Hop, bu qanday bo'lgan? Aynan narx pastga qarab tushib, mana shu zonamizga kelgan, demand zonamizga va narx tepaga ko'tarilib, aynan mana shu joyda bizda MSS shakllangan. Mana shu joyda MSS shakllangan va shu orqali biz savdo qilib olishimiz mumkin bo'ladi. MSS dan hisoblaydigan bo'lsak, bizdagi stop zonamiz 9 punkt ekan, ya'ni 9 punktni o'zida stop qo'yish. Bu valyutli rinok uchun juda ham ideal hisoblanadi. Hop, bundan kichikroq time frame'da mana shu narsaga e'tibor beramiz. Aynan MSS bo'lgan vaziyatda engulfing hosil bo'lgan, ya'ni AG orqali bemalol savdo qilib olsak bo'ladi. Aynan bizdagi savdolar ham shundan amalga oshirilgan. Birinchi zonamizga keladi, razvorot hosil qiladi. Aynan o'sha razvorot bo'yicha savdo qilib olinadi. Stop zonamiz minimumdan ozgina pastroqda bo'ladi. Umumiy bo'lib 7 punkt stop loss qo'yildi. 7 punktli stop loss bilan targetgacha boradigan masofamiz 88 punkt bo'ladi. Mana 88 bo'ldi. Va bundagi RR'imiz 1 ga 12,5 RR bo'ldi. Va buni targetini olishimizga, ya'ni take profit olishimizga 1 kun ketgan. Va bu 1 kunning ichida tilloda ko'p savdo qiladiganlar juda ham ko'p hozirgi momentda. Tilloda savdo qilsam ko'proq foyda qilaman degan fikrda bo'ladi va lekin valyutani o'zida ham siz to'g'ri savdo qiladigan bo'lsangiz, tillodan ko'ra ko'proq foyda qilishingiz mumkin bo'ladi. To'g'ri intervalingiz katta, bir deganda yaxshigina take profitlar yoki yaxshigina ziyonlar ko'rishingiz mumkin. Lekin bundan to'g'ri foydalanib RR bo'yicha savdo qiladigan bo'lsak, bizdagi valyutli rinokda o'zi ham tillodan ancha-muncha o'tib ketadi. O'shani hisobiga to'g'ri savdo qilishni o'rganinglar. Hech qanday razgonlarga aralashmasdan stabil savdoni o'rganinglar. 1 ga 12 RR degani bu har doim savdo qilayotganda 0,5% risk qilaman. Bu degani bitta trade'ni o'zidan 6% foyda qilish degani. Ya'ni siz 6% ni primerni bir hafta ichida olasiz. Bu esa bir kunning o'zida bizning take profitimizga borib bergan va xuddi shu asosida savdolarimiz amalga oshirilgan. Narx mana shu joyga kelganda ham savdo yopilmadi. Narx pastga qaytib kelib, yana dalsha bizdagi take profitni olib, endigina bu pastga qarab harakatlanib kelmoqda. Keyingi savdolarni ham xuddi shu tarzda yozib boraman. Tilloni o'zida ideal moment bo'lsa yozaman. Valyutli rinok bo'yicha, ya'ni Forex'da почти hammasini yozib borish harakatidaman. Shuning uchun poddershkada bo'lib, podpiska knopkasini bosib qo'yib, like'larni bosib kuzatishda davom etinglar. Sizlar bilan Nasxona Fix bo'ldi. Trade Stage har doim aniqlik uchun ishlaydi.